Agar siz ta'lim yo'nalishida tadbirkor bo'lsangiz va bu o'quv yilida o'quvchilar sonini ko'paytirishni istasangiz, bu video siz uchun. Bu video orqali siz quyidagilarni bilib olasiz. Birinchisi, to'g'ri auditoriya tanlash kerakligi. Ikkinchisi, bu xususiy maktablar uchun qanday reklama kreativlar tayyorlash kerakligini. Uchinchisi, 5 qadamli sotuv tizimi haqida. To'rtinchisi, CGM haqida gaplashamiz va oxirgisi, aynan shu tizimda qanaqa qilib sizga qo'llash orqali sotuvlaringizni 2 barobar oshirish haqida ko'rib chiqamiz. Keling, o'zimni tanishtirsam, ismim Umidjon. 4 yildan beri targeting sohasida faoliyat yuritaman. 4 yil davomida 50 dan oshiq ta'lim yo'nalishi loyihalar, o'quv markazi, xususiy maktab, bog'cha, universitetlar bilan ishlaganman. Umumiy loyihalarim soni misol 100 tadan oshiq 100+ loyihalar bilan ishlaganman. Hozirgi videoda ishlayotgan yoki ishlagan loyihalarimni keslarini qisqacha ko'rsatib ketaman. Ta'lim yo'nalishida ishlagan loyihalarim aynan xususiy maktablarga keladigan bo'lsak, mana birinchisi, bu yerda hamma keysini yozmaganman. 1-ikkitasi shu videoga kelatligi uchun yozganman. Bu Farg'onada joylashgan o'quv markazi, xususiy maktab Ideal School. Bu xususiy maktab bilan reklamaga umumiy $1,500 budjet sarflab, mana bu yerda ham raqamlar bor. $1,500 budjet sarflab 852 ta o'quvchi olib keldik va bittalik narxi bizga $188 dan tushdi. Bu maktab 1 sinfdan 11 sinfgacha o'quvchilarni qabul qilardi. Bizga qo'yilgan asosiy vazifa sifatli hamda arzon litlar olib kelish bo'lgan. Ya'ni bizga asosiy KPIlarimiz shu litlarning narxini tushirib, sifatini oshirib berish bo'lgan. Biz shu muammolarni o'rganib, takliflarni o'rganib, raqobatchilarni o'rganib, yechimlar qilganmiz. Bular haqida uncha chuqurlashmaymiz. Videoni keyingi qismlarda aytib ketaman. Asosiy raqamlarni ko'rsatsak, mana sarflangan budjet $1,550. Lit olib kelganmiz 825 ta. Bu yerdan bitta lit narxi 1.88 sentdan tushgan. Sotuv konversiyasi 38%. 38% bu juda yaxshi, zo'r natija. Chunki bu Farg'onadaligi uchun raqobat unaqa kuchli emas. Ko'pchilik misol uchun hali ijtimoiy tarmoqlarga chiqmagan. Biz bu anaqani misol uchun 2 oy qabul oxiri misol sentyabrda tugasa, biz iyun-iyullarda shu anaqani qilganmiz. Bizga qo'yilgan asosiy KPI'da bajarganmiz. $1,500 reklama budjet berilganda. Shu orqali sotuv konversiyasi 38% bo'lgan. Shunda 310 tadan oshiq student kelgan xususiy maktabga 314 ta sotuv qilishga erishganmiz. Endi ikkinchi asosiy keysimiz shu anaqadan gaplashadigan. Bu Mudarris akademiyasi bo'ladi. Mudarris maktabi bo'ladi. Bu xususiy maktab bilan biz o'tgan yili ish boshlaganmiz. O'tgan yili Sergelida filiali, Qo'yliq Hayot metroda joylashgan filial uchun student o'quvchi olib kelish plan qo'yilgan. Bizga ish boshlaganmiz. Bu xususiy maktab bilan umumiy ishlatgan reklama budjetimiz targetga, mana bu yerda ham ko'rib turibsizlar bolalar, $1,100. Lit olib kelganmiz 7,900 ta va 873 ta o'quvchi olib kelishga erishganmiz. Endi bu yerdagi raqamlar mana 11,000 reklama budjet, 7,900 ta lit, $1.40 lit tushgan. Sotuv konversiyasi Toshkentda raqobat kuchliligi hisobiga 11% bo'lgan. 873 ta student jalb qilganmiz. Bu Mudarris maktabidagi keysimiz. Endi bunaqa keyslarimizdan juda ko'p. Faqat hali vaqt yetmagani uchun buni yozgan yo'qman. Bu keyslarni ham mana shu YouTube'da video qismiga joylab qo'yaman. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Yuqoridagi ikkita xususiy maktabdagi erishgan natijalarimizni ko'rdingiz. Bu ishlagan loyihalarimiz bir qismi. Misol uchun undan tashqari juda ko'p xususiy maktablar, xususiy universitetlar bilan ishlaganmiz. Endi bular vaqt yetmaganligi uchun yozib chiqmadim. Endi keling videoni davom ettiradigan bo'lsak, ko'pchilik xususiy maktab egalari yoki marketologlari yoki targetologlar qiladigan asosiy xatolar bular noto'g'ri auditoriya tanlaydi, kuchli taklif yozolmaydi. Ya'ni takliflari juda, offerlar juda kuchsiz bo'ladi. O'quvchi olib kelish uchun aniq bir strategiya yo'q, varonka yo'q. Sotuvchilar ham, sotib bo'lim ham hali bunaqa ko'plikka tayyor bo'lmaydi. Misol uchun biz loyiha olsak, обязательно sotib bo'limni tekshiramiz. Agar sotib bo'lim bo'lmasa, loyiha olmaymiz. Aynan mana shu xatolarda juda ko'p xususiy maktablarda anaqalari fail bo'ladi loyihalar. Sababi shu yuqorida keltirilgan 5 ta sababga bog'liq. Endi men bu videoda qanaqa qilib shu o'quvchi olib kelishni ko'rsataman dedim. Endi buning uchun bizga kerak bo'ladigan
narsalari bor. Bular misol uchun birinchi o'rinda analiz, ikkinchi o'rinda biz beradigan takliflarimiz, ya'ni offerlarimiz, uchinchi o'rinda voronka turadi, to'rtinchi o'rinda endi sotuv bo'limi boshqa anaqalar turadi. Bular haqida hozir har birini ichiga birma-bir kirib chiqamiz va siz xususiy maktabingiz uchun moslab chiqamiz. Juda ko'p holatlarda o'quv markazida o'ryapman. Endi buni o'zinglar tushunib olishingiz mumkin, chunki o'quv markazlar bilan ko'p ishlaganim uchun shu tilim o'quv markaziga yetib qolyapti. Endi birinchi gaplashgan narsamiz analiz. Analiz bu mijozingiz kimligini aniq tushunib olishingiz, ya'ni misol uchun har bitta men loyiha boshlaganda chuqur analiz o'tkazaman. U loyihada misol uchun xususiy maktab bo'lsa, xususiy maktabda mijozlari kim, yoshi nechidan, qaror qabul qiluvchilar kimlar, qanaqa takliflar berishadi, offerlar berishadi, raqobatchilarni analiz qilaman. Ular qanaqa takliflar bilan chiqishyapti, reklama kreativlarni analizi. Umuman analiz deganda juda ko'p narsa bor. Shularni birma-bir analiz qilib chiqamiz. Biz analiz qiladigan asosiy narsalarimiz bular auditoriya bo'lishi mumkin. Auditoriya bu misol uchun biz kimni jalb qilmoqchimiz. Vaholanki xususiy maktabda bu shu maktab yoshidagi o'quvchilar bo'ladi. Bularning yoshlari, yashaydigan joylari, ehtiyojlari, muammolari, og'riqlari shularni aniq bilishimiz kerak. Bular o'zlari qaror qabul qilmaydi. Ya'ni men shu maktabga boraman demaydi. Ko'p holatda shu maktab yoshidagi o'quvchilarning ota-onalari qaror qabul qiladi. Ya'ni sen shu maktabga borasan deydi. Demak, biz auditoriyani misol uchun ota-onalar deb olsak bo'ladi. Ikkinchisi bu raqobatchilar. Ular qanaqa taklif beryapti, qanaqa takliflari yaxshi ishlayapti, qanaqa takliflari yaxshi ishlamayapti va biz ularni taklifimizni qanaqa kuchaytirishimiz haqida bilib olishimiz kerak. Uchinchisi misol uchun kondentlarimiz. Bizni kondentlarimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi reklama kreativlarimiz yoki videolarimiz qanaqa bo'lyapti, yaxshi ketyaptimi, ularda qanaqa takliflar berilgan, hammasini analiz qilishimiz kerak. Undan keyingisi o'tgan yili misol uchun qabul jarayonida erishilgan, target yoqilgan bo'lsa yoki boshqa marketing instrumentlari ishlatilgan bo'lsa, offlayn yoki onlayn, shularni analiz qilib chiqishimiz kerak. Nechta odam ko'rdi reklamamizni, nechta odam yutuq qoldirdi, necha foiz konversiya bo'ldi. Shularni analiz qilish kerak. Shu bilan analiz qismi tugadi. Ya'ni biz xususiy maktablarda siz biznes egasi yoki marketolog sifatida qilishingiz kerak bo'ladi. Shu eng katta muhim qismi bu analiz. Ikkinchisi bu offerlarimiz. Ya'ni hozirgi paytda xususiy maktablarda deyarli hammasi bir xil reklama qiladi. Takliflari bir xil. Bizda misol uchun eng yaxshi ustozlar, bizda ta'lim darajasi, ta'lim sifati yuqori degan narsalar bo'ladi. Bunaqa reklama kreativlar bilan yoki bunaqa takliflar bilan o'quvchi yig'ish qiyin hozirgi kunda. Nimaga? Chunki hamma shunaqa taklif beradi. Misol uchun bu yilda o'zida 4 ta 5 ta xususiy maktab egasi bilan ko'rishgan bo'lsam, ularning ham taklifi bizda misol uchun eng yaxshi ustozlar, bizda ta'lim darajasi yuqori, bizda misol uchun remontlar, xona sharoitlari zo'r deydi. Bu hamma misol uchun xususiy maktablarda bor narsa. Siz ulardan kuchliroq narsa ishlab chiqishingiz kerak. Taklif ya'ni. Ular ichiga misol uchun kafolat kirishi mumkin yoki boshqa narsa. Biz mana xususiy maktablar uchun o'tgan ishlagan xususiy maktablarimiz uchun takliflar ishlab chiqdik. Bu yilgi xususiy maktab yangi olgan loyihalarimiz uchun ham taklif ishlab chiqdik. Ulardan bir nechtasini sizlarga hozir qilib beraman. Misol uchun siz rosa o'zingiz xususiy maktabingizga ishonsangiz, bir hafta davomida farzandingizni misol uchun bepulga o'qitib ko'ring. Shu o'quv yili boshlanganda test CV shartnoma qilib olasizlar. Agar ta'lim darajangiz, sifatingiz zo'r bo'lsa, haqiqatan ham o'quvchi sizda qoladi. O'sha maktab o'quvchisi sizda qoladi. Ya'ni bir hafta ichida bepul o'qib ko'rsin, yoqmasa pul to'lamaysiz degan takliflar ishlatib ko'rsa bo'ladi yoki bu ham shunga o'xshash. Shuni 2 haftalik qilib ko'rsin. Farzandingiz 2 hafta o'qib ko'rsin. Agar natija bo'lmasa, misol uchun to'lovingiz qaytariladi. Uni to'lovni oldin olib qaytarib berish kafolat. Shunga o'xshash takliflar ishlab chiqsangiz bo'ladi. Uchinchi asosiy gaplashadigan narsalarimiz bu dekompozitsiya. Bu ya'ni siz nechta o'quvchi qabul qilmoqchisiz, shuning uchun sizga qanaqa raqamlar kerak bo'ladi, shuni aniqlaymiz. Bu siz maqsadingizdan kelib chiqib aytadi. Ya'ni siz menga shuncha sotuv kerak desangiz, ya'ni 100 tami, 200 tami sotuv kerak desangiz, men uni hisoblab berishim mumkin. Sizga qancha lit kerakligini, ularning ichidan necha foiz sifatli bo'lishini, qancha reklama budjet ketishini, misol uchun umumiy ROAS qanaqa, ya'ni reklamaga sarflangan
pulga nisbatan qancha daromad qilganingizni misol uchun qisqacha hisoblab berishi mumkin. Bu formulani hozir sizlarga aytib o'tib ketaman. Bu yil bitta ishlayotgan xususiy maktab bilan yaqinda ish boshladik. Bunda buni ana shu dekompozitsiya qildik. Nechta o'quvchi kerakligini aytdi. Xususiy maktab nomini aytmayman. Aytdiki, ya'ni gaplashdik, 400 ta o'quvchi kerak dedi. Menga 400 ta o'quvchi kerak deganda men o'tgan yili target reklama yoqqanmisizlar dedim. Ha, yoqqanmiz dedi. Sotuv konversiyasi necha foiz bo'ldi desam, o'rtacha 13% dan 15% gacha deb aytdi. Yaxshi, rezultat zo'r. Agar bu yil ham shunaqa sotuv konversiya qila olasizlarmi desam, ha, bemalol qilamiz. Sotib bo'limizni ham o'qitdi dedi. 400 ta o'quvchiga sotuv qilish uchun nechta lead kerak, necha foiz sifatli bo'lishini, qancha reklama byudjeti ketishini qisqacha hisoblab beraman dedim. Shuni dekompozitsiya qilib chiqdim. Ya'ni u 400 ta o'quvchi olish uchun o'quv markazi kerak bo'ladi. Jami 3100 ta, 3077 ta, ya'ni 3100 taga yaqin lead kerak bo'ladi. Ulardan misol uchun sifatli leadlar taxminan 80%, biz o'zimiz 80% leadlar sifatli bo'lishiga kafolat beramiz. 80% sifatli bo'lsa, bu degani 2500 ta atrofida sifatli lead bo'ladi. Undan misol uchun 13%, 3100 ta leaddan 13% konversiya qilsa, bemalol 400 ta o'quvchi sotib bo'ladi. Ya'ni 400 ta o'quvchi olib kelsa bo'ladi. Endi buncha 3100 ta lead uchun taxminiy leadni hozirgi aynan ishlab turgan bozor holatidan kelib hisoblab chiqdim $2 dan. Ya'ni hozirgi holatda $2 bitta lead deb hisoblasak, bu misol uchun avgust oyining oxiriga borib $3, $4 ga chiqib ketishi aniq, chunki raqobat kuchaygan hisobiga. Hozir $2 deb hisoblasak, jami 3100 ta lead uchun $6150 atrofida reklama byudjeti kerak bo'lar ekan. Men shu narsani qilib berdim. Men shuncha lead olib kelib beraman, leadlar sifatiga, soniga kafolat beraman deb, misol uchun o'quv markazi bilan hamkorlik boshladik. Hozir jarayonda ish ketyapti. Endi esa sizni xususiy maktabingiz uchun qanaqa qilib o'quvchi olib kelish varonkasini tuzib chiqamiz. Siz birinchi aytgan narsalarim, ya'ni abituriyent analizi, undan keyin taklif yaratganingizdan keyin buni siz ishga tushirishingiz kerak, ya'ni targ'ibot qilishingiz kerak. Buning uchun sizga eng arzon usul bu target reklama hisoblanadi. Yuqorida ko'rsatgan rezultatlarni shu aynan target reklama orqali olib kelingan o'quvchilar soni. Endi esa target reklamani shu analizga asoslanib, shu analizdan kelib chiqib taklif yozasiz. Shu taklifda misol uchun har xil influenserlar, blogerlar bilan yoki shu ta'lim yo'nalishi ta'sir ota-onalarga ta'sir doirasi bor influenserlar bilan reklama qilsangiz bo'laveradi. Endi bunda siz misol uchun reklama ssenariylarini ishlab chiqib, target reklama yoqasiz. Target reklama yoqqaningizdan keyin Facebook formadan lead olishingiz mumkin, saytdan lead olishingiz mumkin. Bu yerda instrumentlar ko'p, avtourinka orqali lead olishingiz mumkin. Sizga eng sifatli hamda arzon lead olib keladigan bu avtourinka. Ya'ni siz bizda shunaqa xususiy maktab bor deb ssenariy yozib chiqasiz. Shu ssenariy asosida target reklama kreativlar olib, uni avtourinkaga target yoqsiz. Misol uchun avtouronkada farzandingizni yoshini, misol ota-onalarga shunaqa savol boradi. Farzandingizni yoshi nechanchi sinfga misol uchun borish kerak yoki nechanchi sinf bo'ldi, qaysi hududda yashaysiz, bog'lanish uchun telefon raqam, Telegram telefon raqamingizni endi shu kontakt ma'lumotlarni olganingizdan keyin unga misol tushgan leadlarga call center telefon qiladi. Call center telefon qilib, misol uchun uchrashuv belgilaydi. Ya'ni xususiy maktablarda hech qachon misol uchun telefon orqali sotib bo'lishi qiyin. Xususiy maktabga ota-onalar kelgandan keyin uni farzandlari bilan olib kelishni so'raysiz. Farzandlarni misol uchun test sinoviga, ya'ni imtihon qilib, misol uchun olamiz deb imtihonga kirgizib yuborasiz. Bu paytda siz shu xususiy maktabdagi sotuv menejeringiz ota-onaga sotish kerak, ya'ni maktabda afzalliklarni tushuntirib, misol uchun narxlarni aytib, qulayliklarni, boshqa xususiy maktab beradigan takliflarni aytib o'tib, yoki bepul transport bo'lsa, ya'ni shahar ichida olib borib kelish xizmati bo'lsa, shunaqa takliflarni aytib, ota-onalarni e'tirozi ustida ishlab qilsa, u ota-onalar shartnoma qilish konversiyasi oshadi. Ya'ni xususiy maktablarga lead tushadi. Lead tushganda sotib bo'limi aloqaga chiqadi. Sotib bo'limi aloqaga chiqib, xususiy maktabga olib keladi. Xususiy maktabda sotish kerak bo'ladi. Shunaqa qilib shartnoma imzolaganlardan keyin misol uchun ta'lim o'quv yili boshlanishidan oldin telefon qilib,
to'lovlar qilgizib, o'quvchilarni olib kelib shunaqa qilsalar bo'ladi. Shundan keyin voronkani qisqacha etapi, reklama qilasiz. Voronkani yakuniy xulosasi reklama qilinadi. Ota-onalarni telefon raqami, kontakt ma'lumotlari olinadi. Undan keyin ota-onalarni farzandi bilan xususiy maktabga olib kelasizlar. Farzandlar imtihonga kirib ketadi. Ota-ona ungacha sizlar konsultatsiya berishlari kerak bo'ladi. Shunaqa qilib, oxirida shartnoma qilinadi. Bu qisqacha voronka bo'ladi. Endi bundan keyingi etap bu sotuv bo'limi hisoblanadi. Sotuv bo'limining vazifasi mana sotuv bo'limi bu juda chuqur mavzu hisoblanadi. Uni bu videoda hozir to'liq tushuntirib o'tsam juda ko'payib ketadi. 1 soat, 2 soatlik video bo'lib ketadi. Shuning uchun sotuv bo'limini qisqacha aytib o'taman. Sotuv bo'limi bu tushgan itlarga telefon qilib, asosiy sotuv bo'limi KPI bo'lishi kerak, ota-onani maktabga olib kelish. Ya'ni maktabga olib kelib bersa bo'ldi. Undan keyin maktab menejerimi yoki maktab rahbari rahbar sifatida o'zingiz sotuv yaralasangiz, o'zingiz sotuvni yopishingiz kerak bo'ladi. Marketingning vazifasi sizga shunaqa qilib sifatli lead olib kelib berish. Sotuv bo'limining asosiy vazifasi shu kelgan leadlarni xususiy maktabga olib kelish bo'ladi. Xullas, bu qisqacha CGM. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Bu videoda mana Ponni qanaqa qilib o'quvchi olib kelish strategiyasini boshidan oxirigacha gaplashib chiqdik. Shu keyslarni ham ko'rsatdim. Bu videoda qanaqa qilib xususiy maktablarga rezultat qilganimni ham ko'rsatib o'tdim. Endi sizga maxsus taklifim bor. Maxsus taklif shundan iboratki, agar sizdan bu yilgi o'quv yilida o'quvchilar sonini oshirib, har bitta sarflagan summangizni 5-10 barobar qilib qaytarib olmoqchi bo'lsangiz, men sizga ajoyib taklifim bor. Bu o'quv yiliga atigi 3 ta xususiy maktab bilan ish boshlashni reja qilganmiz, chunki hozirda o'zi 15 ta 16 ta loyihalar bilan ishlaymiz. Atigi 3 ta o'rin bo'sh. Men sizga kafolat beraman, xususiy maktabingizni sotuvlarni hozirgi holatdan 2x oshirib berishga yoki shu xususiy maktabingiz sig'imini to'ldirib berishga. Agar natija bo'lmasa, biz sizga uchrashuvda qandaydir natijani KPIlarni kelishamiz. Agar shu KPIlarni bajara olmasam, menga 1 so'm ham pul to'lamaysiz. Bu men sizga beradigan asosiy taklifim. Ushbu imkoniyatga ega bo'lish uchun sizga 1 soatlik konsultatsiya taklif qilmoqchiman. Bu konsultatsiyada siz nimalarga ega bo'lasiz? Abituriyent kimligini aniqlab olasiz. Kuchli taklif ishlab chiqishni o'rganib, sizni xususiy maktabingiz uchun kuchli taklif ishlab chiqamiz. Budjetingizga mos larni hisoblab beraman. Budjetingizga yoki xususiy maktab sig'imingizdan kelib chiqib, dekompozitsiya qilib beraman. Ya'ni nechta lead kerak bo'ladi, necha pul taxminiy budjet kerak bo'lishini hisoblab beraman. Va oxirgisi men sizga qanaqa qilib shu xususiy maktabingizni to'ldirish uchun kerak bo'ladigan o'quvchilar olib kelish uchun tizim yaratib beraman. Ya'ni bu tizim o'zi ishlaydi. Men bu tizimni yaratib beraman. Shu orqali siz o'quv markazi xususiy maktabingizga o'quvchilar jalb qilishingiz mumkin. Agar bu kafolatli taklifim sizga qiziq bo'lsa, kanalimning biosida maxsus link bor, sayt bor. Shu saytdan orqali ro'yxatdan o'ting. Men o'zim sizga aloqaga chiqib, ko'rishib, xudo xolasa shu anaqalaringizni, takliflaringizni, abituriyentlaringizni analiz qilib, qanaqa qilib tizimli sotuv qilishingizga yordam beraman. Eslatib o'taman, yana bir marta joylar soni cheklangan. Atigi 3 ta klient olishim mumkin bu o'quv yilida. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa konsultatsiyada ko'rishguncha.